Mana shu televishkamiz birinchi televishka O'zbekistondagi, butun O'zbekistonga mana shu televishkadan tarqatilardi. Televishanga, ya'ni televizorda shu orqali ko'rilardi. Shu meni uyimdan ko'rinib turardi. Bolaligimdan shu televishkani ko'rib o'sganman. Mana endi hozir telebashniyamiz bor. Endi u televishka emas, u bashnya, Yunusobodda. Bashnya restoranlar bilan allambalo. Lekin mana shu negadir bizga odamga qadrdon bo'lib qolgan joylardan biri o'sha bolaligimda mana shu televishkani ko'rib turib, ertayinning mana shu televishkaning ichi tagida mana shu televideniyada syomkalar-yu, dublyajlar-yu qilib yuraman deb o'sha paytda o'ylagan ham emas edim. Mana shu odatdagi yana bir kunimiz hozir dublyajga keldik. Ta'mirlash ishlari bor ekan. Ko'p gapirib yubordim. Salomat bo'ling. Endi rosa kam olasan. Qisqaroq